Xudo xolasa joyimizda qilamiz. Laykni bosib turasizlar. Bismillah. Mana nemiz. Yam katta buqalardan akalar. Mana. Ketdik endi. Sig'adimikin ish qilib? Sig'adi, limuzin buqa sig'ish kerak. Uzun, o'ta uzun. Tortdi. Sig'mayapti. Ko'rinmayapti-da. 600 ming to'lov qo'ysa yo'q. Hop. Yo'q, chiqmasin. Chiqmash kerak. Atar qilamiz. Kelmayapti. Hozirsin bo'ladigan holatda buqalar akalar. Katta buqalar kelgan. Hozirga sig'mayapti, o'ylab ko'ring. Hurmatli obunachilar, ko'rgazmaga viloyat hokimiyati tashrif buyurganman akalar. Bozor obzor. Bozor obzor. Mashallah akalar. Hurmatli obunachilar, 1 yil oldin shunaqa paytda ko'rgazma bo'lgan, shu buqa birinchi o'rinda olgan ekan. 1.700 osh chiqqan ekan 1 yil oldin. Endi buni o'g'li nasib biylami inshaalloh olsin. O'g'liga 5000 ga. Nasldan bor deyilyapti, ishqivoziga sotiladi. Xudo xolasa mana. O'g'li bu. Tuyoqda qarang. Mana otasi. Nasldan bor. Otasini berasizmi? Akalar otasini nasl sotadi ekan. Nomer bering. 94lik 304 22 akalar mana. Aloqaga chiqarasizlar, otasini beraman deyapti. Naslga. 1 yil oldin birinchi o'rinda olgan semental buqa. Inshaalloh bilan birinchi o'rinda olsin. Haqiqatan buncha buqani ushlab o'zi oson emas. To'g'risi-da. Buni qarang. Kameraga ziroq sig'yapti. Telefon qilib otasini olib qoling, zotidan olib qolinglar akalar. Bu bolasi ekan mana. O'g'li. Inshaalloh o'g'li ham hali yillar ko'rgazmada usad ekan mana. Ko'rgazmada akalar ishtirok etadi inshaalloh. Mana o'g'li ham kichkina mol emas. Aka, narxini qancha aytib beramiz narxini? 15 ming dollar kami bor. Akalar narxi 15 ming dollar kami bor deyapti. Bizga bir joy qolmasa o'ba. 15 ming dollar. Naslga olib qo'ylar kerak bo'lsa. Katta firmada tushadigan. Chempion buqa. Hozir ko'ramiz endi akalar, qas tortiladi ekan. Yana boshqa bilshu ham tortilsa, kilosini bilamiz. Hurmatli obunachilar, ko'rgazmaga viloyat hokimiyati tashrif buyurganman akalar. Bozor obzor. Bozor obzor. Mashallah akalar. Bir tondan otdiroq. Bir tondan otdi. Yil oldin birinchi o'rinda olgan buqani ko'rishyapti ekan.
obunachilar. Buqalar tog' jarayoni boshlandi. Simentaldan boshlaymiz mana. Juda ham ko'p. Xudo xolasa joriy video qilamiz. Like bosib turasizlar. Bismillah. To'xta. O bunaqa chiqaradi bu. Ozgina suydi. Sur. Mana bu bitta narsa. To'xta. Yonga qilamiz. Sig'mayaptimi? Sig'maydi ekan bu. Bu kadar katta akalar shuning uchun sig'mayapti daji. Roziga. Ko'rgazmaga kichkina bu kadar kelmagan. Katta bu kadar kelgan, shuning sig'mayapti. Tepeni. Hoppa, chiqaring. Sindirib oladigan bitta aniqladi armaturda. Mayli bo'lmaydi, kelmaydi. Sotdi. Ana qaradi bitta. Orasiga tekrar. 920 kilo. 920 kilo. 21 kilo. Birinchisi. Hurmatli obunachilar, 4 kilo ekan. Familiya? Navbat 2-chi bo'lgan akalar. Pauza qilib olamiz. Iloji yo'q. Ketdik mana. İkincisi 974 kilo. 84 ekan. 984 kilo. Yoshi qanaqa ekan endi bu? İşte. 4 kiloymi? 4 ekan. Bu ham 4. Mana to'g'ri o'chimi? İkinci Kongur Svetli buka. Kongur deymiz ha. Nova Svetlik simental buka. Bu kisir o bu. Hali. 800 ancha bu. O'zga galasini chiqarsa. 743 kilo. Siroq ekan. Endi ikkita chiqdi. Eshkura ekan. Eshkura. Lakni bosib turamiz obunachilar. Navbatda bu akalar. Navbatda bu. Qaysi biri eng ko'p kelayotgan akalar ko'ramiz endi. O'sha qo'yinglar. Oyoqqa qo'yinglar. Voy. Hozirda o'tiringlar. Hamma shunday turganlar, chorvaga qiziqadi, shu uchun turibdi akalar. Chorvani ishki ovozlari mashada. Biz ham sizlar uchun xizmatdamiz, lakni bosib turasizlar. Nol oldu. Hozir ham zo'r. Oyiki bor. Ketdi. Ana. Bir tonaya 46 kilo. Zo'r kelib qoldi lekin. Akalar, bunaqa deb o'ylamadim. Bir tonaya 46 kilo. Ketdi. Yoshi qanaqa buni? Yoshi. Yoshi qanaqa qo'shtoqa yoshi? 4 ekan, 4 ketdi.
Oh! Akalar limuzinga navbat endi. Limuzin kelyapti. Maşallah. Mana limuzin. Yam katta buqalardan akalar. Mana. Ketdik endi. Sig'adimi ki ish qilib? Sig'adi, limuzin buqa sig'ish kerak. Uzun, o'ta uzun. Tortib. Sig'mayapti. Ko'rinmayapti-da. 600 bin to'loq qo'ysa o'zi. Yo'q. Yo'q, chiqmasin. Chiqmash kerak. Aql qilamiz. Bog'dan kirma. Bog'dan kir, bog'dan kir. Mashina qo'shib. Qaytiryapti akalar. Bitti. Ustam. Silab turish kerak, silab turish kerak. Silab turish kerak. Tarozi kaltaligi qancha? Yo'q, to'xtamadi. Ozgina ochaylik deyapti egasi. Ochaylik. Ko'ramiz. Xudo xolasa akalar birinchi o'rinda qasib qoladi ekan. Sig'mayapti buqa to'g'risi. Limuzin nomi bilan uzun buqa. Shuning uchun ham sig'mayapti. Endi odamni qiynamadi. Şey. Bu sig'ishi juda qiyin masala. Bu sig'ishi juda qiyin. Keginga buqa kiryapti akalar. Keginga buqa. Hoppa! Bunu tortanmadı akalar limuzin uzunligidan. Kelmayapti. Rozisini bo'ladigan holatda buqalar akalar. Katta buqalar kelgan. Rozisiga sig'mayapti, o'ylab ko'ring. Hurmatli obunachilar, to'g'risi realni hozir ko'rsangiz kayfi boshqacha bo'lar ekan. Maza qilib yuryapman, boru. Lashni bosib turasizlar. Sarodar akalarimiz ham kattakon rahmat olmoq. 1 tonna yo'q, 130 kilo deyilyapti. Hali to'xtagani yo'q lekin. Hali to'xtagani yo'q. Haligi bo'yatgan. Eng katta Bertona Ochilarin. Baylash kerak uni, baylash kerak. Baylay. Voy. Baylash kerak. Bertona blok keldimi?
Bir tonna 30 kilo kelyapti. Akalar shu. Bir tonna 30 kilo. Mashin bilan ikkovi raqobat to'g'risi. Ikkovi raqobat, akalar. Ikkovi raqobat. Qo'ya bunaqa buqalar kam. Ikkovi raqobat turibdi hozircha. Hoppa! Chiqing, sekin chiqaring. Sizlar bu bermayapti akalar, bu bermayapti to'g'risi. Sig'mas ekan to'ppa-to'g'ri. Sig'mas ekan to'g'risi. Limuzin. Odamda kem atsın ne? Odamlar kemash kerakmikin haqiqatdan o'sha yaqin kemash kerak. Qo'yapti. Lekin kaltaligi bor baribir tarozi. Tarozi kaltada. Bu limuzin bu qis kelmayapti. Qani. Aha. Endi mana sekin. Ana bismillah. Endi o'zing ko'rsat endi. Torting siz. Chiqqan yo'q hali, yami chiqyapti. Aha. Ya. Tarozi sindiradi bu. Ishlarni qilyapti. Juda qiyin bo'lyapti akalar buni tortish. Juda ham qiyin. Ko'ramiz. Kilosini xudo xolasa bilamiz. Bu akamiz mana qattiq bermayladi tortishga. Mana bismillah. Lekin tarozidan bari katta buqa. Hoppa! Aha! Qancha? Ha! kilo. 983 kilo kelyapti aka va nihoyat. Nahotki kelmadi lekin kiloga bak. Kelmadi. Akamiz tortdi mana. Yana bormi? Tortadigan. O'yda akalar mashina. Boş ver para ve oldu. Novot rangli semental buqaga navbat berdi endi. Hop. 900 qancha? 976 kiloda to'xtayapti. Akalar, hamma kutgan belgiyskiy buqa kelyapti. Belgiyskiy buqa. Optimasmikan hozir. Belgiyskiy buqani kutyapmiz. Belgiyskiy buqa akalar to'g'ri kelyapti. O'ta go'shtdor, foizi ko'p va yog' semirgan belgiyskiy buqa. Belgiyskiy navbat endi. Mana akalar, belgiyskiy buqa necha kilo edi? Bir tonna kelmayapti. 978 kilo. 978 kilo kelyapti. Belgiyskiy buqa. Akalar, navbatdagi buqa. Bu Rossiyadan kelgan ekan, Rossiyadan kelgan buqa. Yosh, endi kuragini buzgan deyilgan bu. Akalar hali ko'rdik. Hali bo'zay. Sakkiz 72 kilo.
17 mi? Hoppa! Akalar, rossiyskiy variantidan olab buqa. Ketdi endi mana. Rossiyskiy olab buqa. Bu ham yo'qsiz, o'ta kuchli buqalardan. Zotdor. Buni ham oyog'i siqqisi kelmayapti. Tortish kerak oldi. Emas, oyoq pastda. Oyog'i pastda. Qancha? Bir dona. Rovna bir dona kelyapti. Ikki yosh. Bir dona deb. Bormi keyingiz? Navbatdagi olabuqa, bu yosh kichkina deyamiz zotdor buqa. Buni ham ko'rib qo'yamiz kilosini. Navbat kelgan limuzin buqalarga. Ha, faqat katta tortiladi ekan. Faqat kattalar tortiladi. Limuzin buqa. Egzaychilar, egzay. Sherik kelyapti. Bir topla de, evet. Yok bakın özür dilerim. Ne Akbarjon? 30 mu? 729 kilo. 729 kilo. Aka ucama egzayni o'sha yerga ham bor. Mamamni atma. Cheginga buqa. Mana. Cheginga buqa. Mana akalar. 997 kilo. Uchgan bir tonna. Rahmatjon Uz akalar beshariq 2 yosh. Bloger akamiz buqasi ketdi. Uchgan bir tonna keldi. Navbatdagi akalar olabuqa. Olabuqalar odatda kiloga yaxshi keladi. Olabuqalar bor, kiloga zo'r o'tirib qo'yadi. Ko'ramiz hozir. Endi qarab qanchalar. 974 kilo. Yoshi qanaqa buni? 4 ishlayaptimi? Voy, ismi familiyadan Biz olsun ki. Batına 700 diyordu gelsin. Batına 700 diyordu. Navbatdagi Yazevondan, Yazevon Farg'ona. Simental. Hozir og'amizdan akalar. Torting ha. Qo'shayam. Ko'ryapsizlar, aksariyati bu yerda bu qadar sementda. ismi familiya. 910 kilo. Yazivon Sirop qo'y. Boqqanga rahmat. Yosh qanaqa ekan yoshi? Yoshni aytma. 3 yosh. Qancha? 2 yosh to'lmagan edimi? 2 yosh to'lmagan ekan, akalar bu.
9 kiloga. 9 ga qiynamikan? Oshimi. Qayerdan aka, qayerdan? Yazaman, Farg'ona. Qancha? Qancha keldi? Hali bo'lsak ekan bu. Qancha keldi aka? 856. 856 kilo. Albatta ola buqa Qo'qondan akalar. Qo'qonni buqasi. Mana. Yugurib. Hali buzoq, eng qiziq akalar, hali buzoq ekan. Bo'lishdim bilan Hindiston chiqqan ekan mana. Orqa oyog'i turibdi, tarozda. Hali kuragi yo'q, 2 yoshga kirmagan. Qolmali, qolmali. 854 kilo. Mana akalar. Yoshi hali Seydaliymi? Qo'chqorov, Botirjon. Qo'chqorov, Botirjon. Nihoyat akalar. Oradan o'tibsiz, oradan qara, Qo'llanib turinglar. Oppa. Qo'llaninglar, qo'llanib. Bilamiz uni shokil aka. Qo'llanlar. Qancha? Necha kilo? 920 kilo. Shibet. Sigirlarni qo'ymaymiz a. Yo'q, hozir bitta angusimiz bor, uni ham chiqaraylik. Mana turaverma. Eng kilosi mana necha kelyapti, aka? Eng baland, necha keldi? Eng baland. 1143 kilo. 143 hali ya, chiqib ketib qoldi va. 1130. Bir tonna 143 kilo, akalar eng kattasi o'sha kelibdi. Hali egasi bir tonna 700 deydi-yu. O'sha. Xullas akalar, bu qadar ham tugadi. Qo'ldan kelgancha borini syomka qildik. Hammaga rahmat kattakon. Havasi akalar yetkizsin hammamizni ham shunaqa buqalar boqishga. Zaryadkamiz ham tugayapti, ko'p olardik. Endi tortib bo'ldi, yani oladigan narsa ham qolmadi. Hammaga rahmat. Bitta shvet chiqibdi xolos akalar. Bitta shvet, bitta katta limuzin chiqqan. Eng katta buqa chiqib ketgan akalar. Lekin bu kilo yaxshi kelmadi lekin. Hammaga rahmat, omon bo'linglar.